o'ylaganmisizlar erkaklarga ko'krak uchun nima funksiyani bajaradi va nima uchun berilgan? Keling, sizlar bilan buni ham ilmiy, ham diniy tomondan qarab ko'ramiz. Ketdik. Ilmiy tomondan qarasak, odam fiziologiyasi embrion ona qornida avvalgi 1-3 oyi faqat ayol jinsi bilan rivojlanadi. Keyin 3-oydan keyin Allohning izni bilan yoki erkak jinsiy aloqalar rivojlanadi yoki ayol bo'lib qoladi. Embrion ayolga o'zgarganda ko'krak uchlari unda qoladi va u kelajakda uni farzandini boqish uchun ishlatiladi. Lekin erkaklarga nega u kerak? Absolutna hech narsa uchun. Erkaklardagi ko'krak uchi hech qanday funksiyani bajarmaydi. Foydasiz bir organdir. Nima uchun unda erkaklarda ko'krak uchi qoladi? Aytib o'tganimda, embrion boshida 3 oyda ayol jinsi bilan rivojlangani uchun ish bermaydigan organ bo'lib, prosta o'sha joyda qolib ketadi. Tasavvur qilinglar, ko'ynik likalasi. Uni ko'ynik likalasi hamma narsada aslanmay yengi, yoqasi, hammasi birdek bichiladi. Odamzod badanida ham xuddi shu narsa. Odamzod badani ona qornida embrionlikdan bitta bichim bilan yechiladi. U yog'iga dalsha rivojlanadi. Endi buni din tomonga ulab ko'ramiz. Hech qaysi bir ma'lumotda erkaklarga ko'krak uchun nima uchun berilgani keltirilmagan. Yuragimiz, bizani nafas olishimiz nima uchun berilgani balki qayerlardadir ilmiy, diniy tarafdan keltirilgandir-ki, lekin bu narsa berilmagan. Kelinglar, endi sizlar bilan bir xayolni rivojlantiramiz. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Alloh banda yaratishdan oldin avvalambor likalasini, formasini ayol uchun qilgan. Va yaratish jarayonida bu bandam uchun himoyachi, g'amxo'r, undan kuchliroq bir o'z panohida doim himoya qilib beradigan kimdir kerak deb o'ylamaganmikin? Va shu o'y bilan ayol uchun qilgan qolipini, yechgan qolipini erkakka aylantirgan. Va u yaratgan bandasidan unga bog'lanishi uchun erkak qovurg'asidan ayolni oxirigacha yaratgan. Aks holda badanimizni shu mukammal darajada yaratgan Alloh nahotki shu erkaklarga ko'kragiga ham bir vazifa bermagan. Boshida aytib o'tganimdek, ilmiy tomondan bu embrion boshida ayol jinsi bo'lgani uchun, keyin erkak bo'lgani uchun bu qolib ketadi, lekin yana din tomondan odam ato alayhi vasallamimiz embriondan bo'lmaganlar-ku. Ularni borliklaricha yaratgan Alloh. Meni yagona izohim hozircha shu bo'ldi. Allohning avvalgi eng birinchi xayoli ayol yaratish bo'lgandir. Hazil manu, lekin bu narsa menga juda ham qiziq bo'ldi. Sizlarning fikringlar nima? Menga juda ham qiziq. Yozib qoldiringlar. Men dindan unaqa xabarim bo'lmasa ham dindor odamlardan balki bir nima foydali maslahat, foydali informatsiya eshitib qolamiz. Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Erkaklarga odam atoga Alloh nega ko'krak bergan? Yo haqiqatan ham avvalambor ayolni yaratmoqchi bo'lganmi?